Bugun mamlakatimizda soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tgan xorijiy elektron xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar soni 68 taga yetdi. Ular tomonidan joriy yil birinchi choragida to'langan soliq to'lovlari rekord darajaga yetdi. Galdagi lavhamizda O'zbekistonga eng ko'p soliq to'lagan dunyo gigantlari haqida so'z boradi. O'zbekistonda elektron xizmatlar bozori tobora kengaymoqda. 2025 yilning birinchi choragida xorijiy IT gigantlari mamlakatimiz budjetiga 36 milliard so'mdan ortiq soliq to'lagan. Bu o'tgan yilga qaraganda qariyb 1,5 barobar ko'p. Apple eng ko'p soliq to'lagan elektron kompaniyalar top 10 talik ro'yxatida peshqadam. Foydalanuvchilarga qulay xizmatlari evaziga u 10,6 milliard so'm soliq to'lagan. Facebook, Instagram va WhatsApp egasi Meta kompaniyasi 10,5 milliard so'm bilan ikkinchi o'rinda. Google internetning ajralmas bir qismi bu chorakda deyarli 9 milliard so'mlik soliq to'lagan. Sun'iy intellekt sohasida yetakchi, aholi orasida ommalashib borayotgan ChatGPT ham 1 milliarddan ortiq soliq to'lab, reytingda 4-chi. 5-chi o'rinda esa TikTok, yoshlar orasida mashhur platforma ham qariyb 1 milliard so'm miqdorda davlat budjetiga foyda keltirgan. Booking.com sayohatlar uchun onlayn bron qilish platformasi bu chorakda 542,7 million so'm soliq tushumini amalga oshirib, ro'yxatda 6-chi. Sevimli filmlar va seriallar manbai Netflix 467,6 million so'm soliq tushumi bilan 7-chi o'rinda. Onlayn video konferensiya platformasi hisoblangan Zoom 8-chi o'rinda. U 432,6 million so'm soliq to'lovini amalga oshirgan. Moliyaviy ta'lim yetakchisi ACCA 427 million so'm bilan ro'yxatda 9-chi. O'yin sanoatidagi vakil Exol esa 10-chi o'rinda. U 235 million so'mdan ortiq soliq to'lagan. Ular atigi 10 ta kompaniya, aslida esa jami bugun 68 ta xorijiy kompaniya rasmiy soliq to'lovchi sifatida O'zbekiston budjetiga hissasini qo'shmoqda. Bu raqamlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda raqamli xizmatlar nafaqat aholiga qulaylik, balki iqtisodiy foyda ham keltirmoqda.